Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni Yoshlar kuni deb e'lon qilingan. Tashabbus doirasida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi Husan Botirov farg'onalik 550 nafar yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ochiq muloqotda yig'ilganlarga vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarida yoshlarning ma'naviy, axloqiy va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishlari, ularning texnik va amaliy sport turlari bo'yicha tashkil etilgan seksiyalarda shug'ullanishlari hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb mutaxassisliklariga tayyorlanishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida ma'lumot berdi. Yigit-qizlarimizni bugun haqiqatan ham vatanparvar tashkiloti nafaqat haydovchilar tayyorlash, balki unda boshlang'ich tashkilot borligi, unga a'zolikka qabul qilingan fuqarolarimizga qanday imkoniyatlar berilishi haqida ma'lumotlarni so'rab qiziqqani menga tashkilot rahbari sifatida juda bir katta bir ilhom va xursandchilik bag'ishladi. Sababi biz mana shu yoshlarimizni, umuman aholimizni tashkilotimiz imkoniyatlaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishlari, ehtiyojlariga qarab biz ruhlanamiz va shu ehtiyojlarni qanoatlantirish uchun zamin yaratamiz va barcha ishlarimizni shuni asosda tashkil etamiz. Uchrashuv davomida yoshlar rahbarlaridan to'g'ridan-to'g'ri o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar. Bu muloqot davomida men o'zimni qiziqtirgan savolim shundan iborat bo'ldiki, rahbarimizni shu darajaga yetguncha qanday qiyinchiliklarni yengib o'tgan va asosan nimalarga e'tibor berganligi haqida savol berdim va savolimga o'rinli javob oldim. Ya'ni ularni javoblari shundan iborat bo'ldiki, birinchi navbatda ota-onani fikrini birinchi navbatda inobatga olish, hech qachon to'xtamaslikni aytdi. Bu muloqot uchun kattadan katta rahmat aytaman. Uchrashuv davomida vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi tashkilotning viloyat kengashi tasarrufidagi o'quv muassasalariga 16 ta yangi Chevrolet Onix avtomobillarini topshirdi. Endilikda ushbu o'quv avtomobillaridan avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida B toifasi bo'yicha o'qiyotgan fuqarolar amaliy mashg'ulotda foydalanadilar.